O'zini o'zi band qilgan shaxs daromad keltiruvchi faoliyat turi bilan mustaqil shug'ullanuvchi jismoniy shaxs. Sartarosh, repetitor, taksi xizmati va yana boshqa jami 103 ta faoliyat turining bir bilan band bo'lganlar o'zini o'zi band qiluvchilar hisoblanadi. O'zini o'zi band qilganlar uy sharoitida ham tadbirkorlik faoliyatini yuritishi mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tish bepul. O'zini o'zi band qilgan shaxs yiliga 100 million so'mgacha daromad olsa, daromad solig'i to'lamaydi. Daromadi 100 million so'mdan oshganda yakka tartibdagi tadbirkorlar kabi soliq to'laydi. Fuqaro xohishiga ko'ra o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida soliq mobil ilovasi yoki my.gov.uz portali orqali onlayn yoki davlat xizmatlari markazlarida offlayn shaklda ro'yxatdan o'tishi mumkin. Shundan so'ng o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida davlat ro'yxatdan o'tganlikni tasdiqlovchi QR kodli guvohnoma shakllanadi. Eslatib o'tamiz, o'zini o'zi band qilganlar yollanma ishchilar mehnatdan foydalana olmaydi. O'zini o'zi band qilgan shaxs bir yilda bir marotaba bazaviy hisoblashning bir barobari miqdorida ijtimoiy soliq to'lab borsa, tasdiqlangan mehnat stajiga ega bo'ladi. Xalq bankida o'zini o'zi band qilgan shaxslar tadbirkorligini rivojlantirish uchun 17 million so'mgacha biznesga ko'mak, 50 million so'mgacha moliyaviy ommabop hamda 100 million so'mgacha moliyaviy ko'mak yuz kreditlari ajratiladi. Ushbu kreditlar haqida batafsil ma'lumotlarni rasmiy sahifalarimizdan olishingiz mumkin. Tadbirkorligingizni boshlashda to'g'ri yo'nalish va foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizni kuzatib boring.